Assalomu alaykum. YouTube'da ham salkam mingta bo'ldik. Ba'zi paytlari qisqa ishlarimdan qo'yib ketaman. Nimaga polni videolaringizni qo'ymaysiz? Shuncha ish qilasiz, qo'ymaysiz. Men uchun juda ham qiyin video olib montaj qilishga vaqtim ham bo'lmaydi. Qiziqmasam ham kerak. Lekin mayli qilgim keldi bir kunimni sarf qilib, bir iloj shuncha videoni topib, bir-biriga ulab montaj qildim. Mana bitta xonadonda kuyovni o'zi qilyapti, o'zini xonasini polni cho'tka qilib zakazga. Avval bitta xonani polni serevan yasadik. Mana qanday yasayapmiz serevanni. Avval qutilar yasab olib, keyin mana qutilarimizni urvinga shunday qilib lazerda yoqib urvinga shu yerlarga joylashtiramiz. Hozir videoda ko'rsataman. Mana birinchi qavat qutini joylashtirdik 3 ta mehrobga. Ustidan ikkinchi qavat qutini ham yasab bu yoqda orqasiga chiroyli oppoq fanerlardan qoqib, HDF deyiladi. Ustalarcha aytganda mana tayyor bo'ldi. Mana bitta. Mana bo'ldi. Serevan oddiygina stilni bo'ldi. Endi yana bitta uy bor, yonida shuna kirgandan keyin tog'cha bor, tog'chani buzib mehrobga aylantirilgan. O'sha mehroblarning uchalasini biz shkaf yasaymiz. Bitta shkafda kuyov bola uchun bu yerda spalni yasayapmiz, to'g'rirog'i. Spalning ichida shkaf oz joyda oladi juda ham. Mana shkafda 60 cm yasaganmiz. Nimani chuqurligi, xo'p, mehrobning chuqurligi 40 cm, 20 cm chiqib turadi. Uncha ko'p joyda egallamaydi. Xuddi shu qutimiz bittasi kelin bolaga, yana bittasi kuyov bolagada. Misol uchun ikkita bo'ldimi, ikkita mehrobimizga ikkita quti yasab, xuddi shu usulda qatiramiz. Buni ham urvinga qatirib olgandan keyin ko'taramizda, urvinga qo'yamiz, toshni qilib qatirib qo'yamiz. Keyin buni reykalar yordamida atrofiga polni parametr reyka to'qib, patolog, pol hamma yoqqa devorlarga qatirib chiqamiz. Yasagan shkaflarimizni mehrobga urvinda o'rnatib bo'lganimizdan so'ng reyka va o'zidan ortib qolgan laminatlardan fasad qismini qatirish uchun atrofiga urvinda qatirib olamiz. Qatiramiz, ustiga fasad qatiramiz keyinchalik. Mana bittasi kelin bolaga, bittasi kuyov bolaga. Shkafimiz bitta, ikkita shkafda o'rtasi bo'sh joy bor edi, bir 60-70 cm, chuqurligi 20 cm. Shu joyga reyka to'qib, ustiga ortib qolgan oppoq o'sha fanerdan qatirdik. Shu joy tog'cha bo'ladi, polka bo'ladi. Tog'cha deymiz oddiy tilda aytganda. Polka bo'ladi o'rtasi. O'ng qo'limizda serevan trimo yasaymiz, kechirasizlar. Hozir o'zimcha nimalardir tushuntiryapman. Oldin bir video olganman-da. Mana pastga ochiladigan eshik bo'ladi. Kichkinagina ichiga paypoq taqlaydigan maxsus polkachalar yasayman deb yasaganman. Uni videosi yo'qda, afsus. Men bu yerga polkachalar qatiramiz deb o'zimcha tushuntiryapman hozir. Xo'sh. Ana endi bu yerda trimoga navbat keldi. Bu yerda trimo yasaymiz. Aynagi bor. Albatta kelinlarga bu narsa juda ham zarur, qizlarga juda zarur, ayollarga kim bo'lishidan qat'iy nazar, xullas zarur. Buni chuqurligini 50 cm qilganmiz. Trimoga 60 bo'lishi ham shart emas. 50 cm qilib bu yerga oyna qatiramiz deb tushuntiryapman. Buni orqasiga oddiy oq fanerdan emas, lekin o'zini o'sha LDSP deyiladi, o'shani mebelni o'zida qalinidan ishlatganmiz, qotirganmiz, chunki oynaga yopishtiramiz, qimirlamasligi kerak, baquvvat chiqishga aynakda. Mana xuddi shu joyga oynakni atrofiga polkachalar yasaganman. Polkachalarni kleyda yopishtirdim. Skoch yopishtirganim sababi kleylarim oqib ketmasligi uchun sifatli qilishga harakat qilganman. Keyin 3-4 ta samarizam urib qo'yganman. To kley qatiguncha samarizlar ham ushlab turadi. Skochlarni olib tashlaymiz. Bu yerga endi bunga podsvetka kerak. Podsvetka ham mana yasaddi, teshib, shu joydan kablini chiqarib, podsvetkani qatiradigan maxsus bunaqa ko'soklardan yasab olganman, LDSPdan. Uni kley yordamida yopishtiraman, lekin kley qotguncha 3-4 ta nima urib qo'yaman-da.
mixcha urib qo'yaman, kompressor yordamida kichkina mixchalar. Uni mebelchilar ustalari yaxshi tushunadi. Xullas, mana bu videomizdan sal-pal ustachilikni tushunib qiziqadiganlar, mebel yasashga qiziqadiganlar juda foyda ko'radi. Mana yoqib ko'rsatyapmiz. Ruchkalari qora bo'lgan. Shuning uchun vyuklchatorni ham qora rang tanladik, ko'zga ko'rinib turadi deb. Hali aynagini yopishtirganim. Endi seravan bilan eshikni o'rtasida 1 metrcha joy qolgandi, o'sha yerga bo'sh qolmasin deb bunaqa fason chiroyli qilib turib nima yasaganmiz. Televizor qo'yadigan joy pastda teshidik, kolonkaga ham joy bo'ldi. Navbatdagi ishimiz divan tomonda yasashni boshlaymiz. Ikkita akril dispdan kesib, ikki tomonga, dual tomonga qatiramiz. Undan keyin polkalarni qatiramiz. Divanning ikki chekkasiga qo'yadigan tortmani ham mana shu usulda yasadik. Bitta samorizmi ham ishlatmadik, kleyda bosdik. Tortmalar ham tayyor. Divanning ikki tomoniga qatiramiz. Yerdan 40 cm ko'tarib, bu yerda elektromontajini ham qilganmiz. Bitta telefonga bitta nashnoy vyuklchator qo'yganmiz, lekin u video qilib qo'ymaganmiz. Afsuski, lekin bitgan jarayoni mana xuddi shu holatda bo'lgan. Mana nashnoy podsvetkalarimiz ham yongan holatda, juda chiroyli. Bu yerda mana hozir divanning ikki tomoniga, uzun tomoniga 3 metrdan ikki tomoniga ham podsvetkalar qo'yganmiz. Divanni qoshini ham yasadik. Hozir buni birma-bir qanday yasaganimizni ko'rsataman, e'tibor beringlar. Endi qanday qilib qoshni yasaganimni batafsil videosi yo'q, lekin qoshni mana bunday yasadik. Oddiy dispiga shu uchli macharkani 3 cm qalinligiga macharkani mana shunday kesib razmerlarini chizib olib dispiga avval, keyin shunaqa lattada to'qib chiqdik. O'zini maxsus matosi bor. Keyin shu joyga joy tayyorlab qatirdik tekis urinda. Shunaqa gaplar, okalar, mana bitish jarayonida sekin-sekin divanda yasab qo'yyapmiz. Divanni yasab bo'lsak, matrasini zakaz berganmiz. Matrasni olib kelamizda, shunday tashlaymiz. Divan tayyor, bitdi. Muammo yo'q, juda oson ish.